Atirizi hidi nimaga uzoq turmayotganini 3 ta sababini ko'rib chiqamiz. Birinchi sabab siz atirni noto'g'ri sepayotganingizdan bo'lishi mumkin. Atirni ko'pchilik shu bo'yin qismiga, teriga sepadi. Teriga sepganda terida atir hidi uncha uzoq saqlanmaydi. Ko'proq uzoq turishini xohlasangiz, kiyimga sepish tavsiya qilinadi. Kiyimni ham shu ikki qismiga sepilsa, juda yaxshi effekt beradi. Ikkinchi sabab, siz ishlatayotgan atirni ichidagi elementlar hisoblanadi. Masalan, Eau de Toilette 6 soatdan 8 soatgacha turib berishi mumkin, ammo hidi yaxshi yoyiladi. Ikkinchisi Eau de Parfum bo'ladi. Uni hidi 8 soatdan 12 soatgacha turib beradi. Uchinchisi Extract de Parfum bo'ladi. Uni hidi eng uzoq saqlanadi, ya'ni 12 soatdan 48 soatgacha sizning kiyimingizda turib berishi mumkin. Uchinchi va eng asosiy sabab, odamning hidi o'ziga bilinmay qoladi. Doimiy ravishda bir xil atir ishlatib yurganingizda, uni hidini siz o'zingiz sezmashingiz mumkin, lekin atrofdagilar buni his qilayotgan bo'lishi mumkin. Siz qanday atir ishlatasiz va hidi sizda qancha turadi? Shuni kommentariyaga yozib keting, qolganlarga foydali bo'ladi.